Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, yaxshimizlar, tinchmizlar opa-singillar, sizlarga cho'tka ish chiqaryapman. Ozon skladdan videoni oxirigacha ko'ringizlar. Obyomga va kunlik chasovi yozilib boriladi. Podmoskvada, Xorogvino shahrida, Sheremetyevo aeroportiga yaqin joyda. Videoni yaxshi kuzatishda davom etingizlar. Men sizlarga video davomida batafsil tushuntirib o'taman. Ishonchli ro'yxatdan o'tishni xohlaysizmi? Shaxsan bu narsani men o'zim yo'lga qo'ydim. YouTube kanalimiz orqali bemalol murojaatlar uchun WhatsAppimdan bog'lanishlaringiz mumkin. Ishonchli 100% aka-ukalarimiz bemalol patentga topshirib, patentlaringizni olishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Podmoskvaning patenti bilan ishga qabul qiladi. Xorogvino rayoni, Podmoskva, Ozon skladda aka-ukalarimiz Sheremetyevo aeroportiga yaqin joyda. Yana aytib o'taman, Tojikistondan, O'zbekistondan yangi kelayotganlar bo'lsa ishga qabul qiladi. Biletlaringizga yordam qilmaydi. Podmoskva patenti bilan yurganlar ishga qabul qiladi. Moskva patenti bilan yurganlar ham perevod qilishga yordam qiladi. Borib ishlashlaringiz mumkin. Chasovoy kunlikka ishlayotganlar aka-ukalarimiz sizlarga aytib o'taman. Ogruskaga, skladda ogruska ishiga 3500 rubldan soat 8 dan 8 gacha sizlarga yozilib boriladi. Bez zadeshga har 15 kunda pullaringiz расчет qilinadi. Bez zadeshga. Bundan tashqari yotoq joy общежитda besplatni, ish joyiga yaqin piyoda qatnaysizlar. Abit besplatni registratsiya patentlaringiz cheklarga qarab qilib beriladi. Faqat erkak kishilarni 18 yoshdan 45 yoshgacha ishga qabul qiladi. Komplektatsiya obyomga ishlaysizlar. 4000 dan 5000 rubl, 6000, 7000, 8000 kuniga 9000 rublgacha aylantiradigan akalarimiz bor. Ishga qabul qilamiz. Obyomga ishlatganlarning ham pullar bez zadeshga, abit besplatni, yotoq joy besplatni, registratsiya besplatni ishga qabul qiladi. Bunday ishlar Hasan Musofir TV YouTube kanalimizda kuzatib borasizlar. Sizlar ishga taklif etib tavsiya etib qolaman. Ekrandan nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Ishonchli o'zimda yaqin aka xonimning ishi bo'ladi. Borishlaringizni tavsiya etib qolaman. Ishdan, puldan muammo bo'lmaydi inshaalloh. Boringizlar, like bosib qo'yingizlar. Telegram kanalimda kommentariyaga zakrept qilib ketaman, o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Keyin yana bir nimani aytib ketaman. Tojikistonga, O'zbekistonga, Qirg'izistonga pul perevod qilayotganda bank mer perevod orqali mening 2004, ya'ni 2004 promo kodim orqali pul perevod qilishlaringizni tavsiya etib qolaman. Baland va qulay kurslarda pul yuborasizlar. Ishga kirishlaringizni tavsiya etib qolaman aka-ukalarimiz. Keyingi video roliklargacha ko'rishguncha xayr, jonlaringiz omon bo'lsin.